Krafer zavodida sizga ish bor. 18 yoshdan yuqori bo'lgan o'g'il bolalar, qiz bolalar, Krafer zavodida sizga ish bor. Hurmatli do'stlar, Krafer zavodining o'zidan kelib sizlarga jonli mana hamma joyi ko'rsatib, smena rahbarlaridan biri Abidov Aziz akadan intervyu olgani keldik. Aziz aka, zavod haqida qisqacha ma'lumot bering va vakansiyalar haqida bizga ma'lumot bering. Shu kunda hozir bizning jamoamizda 500 dan oshiq xodim ish faoliyatini yuritib kelmoqda. Undan tashqari yana qo'shimcha 150 o'rin ish o'rinlari mavjud. Qoyilman, 150 kishiga bo'sh ish o'rinlari bor ekan. Endi shu bizga 18 yoshdan o'tgan bo'lsa, pasportga ega bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi pasportiga ega bo'lsa, kamida maktab 11-sinf yoki kollej bitirgan bo'lsa, marhamat ishga olishimiz mumkin. Hech qanday nima deydi, tajriba talab etilmaydi. Tajribani biz o'zimiz bu yoqda o'rgatib olamiz. Undan tashqari bu yerda mana shu 3 mahal o'zini shu pitaniyasi bor, ovqatimiz bor, medosmotrlarimiz bor. Har 6 oyda o'tkaziladigan, astoydil tekshirib, qanaqadir kamchiligi bo'lsa, uni tuzatish uchun ham sharoitlar yaratib beramiz. O'rtoqlar, kesilishda xeli ochilib ketadi, hamma yoq shokolad hidi. Aziz aka, shokoladlarni yeb qo'yadiganlarga qanaqadir jazo bormi? Endi hamma narsa me'yorida albatta. Lekin shu kungacha hozirgi ishlab kelayotgan jamoamizda unaqa haddan ziyod ko'p yevorgani yoki unaqasi kuzatilmagan. Bizda o'sha chiqayotgan mahsulotlarni bemalol o'sha xodim ishlab kelayotgan xodimlarimiz iste'mol qilsa bo'ladi. Yaxshi ishlayotgan ishchilarni ajratib olib, ularga yana qo'shimcha premiya, bonuslar qilganmiz. Rasmlarini yilib, shularni alohida yana taqdirlaymiz. Bundan tashqari har bayramlarda maishiy texnikalar bilan yaxshi ishlayotgan yoki qandaydir bir yangilik ko'rsatgan, o'zi alohida aytib ketish kerakki, ishxonada qanaqadir bir yangilik qilib ko'rsatib bergan xodimlarga hattoki shu uy mashina olib berilgan joylari ham bor. Maishiy texnika bu odatiy hol, televizor, xolodilnik bu narsalarni oddiy bayramlarda ham beramiz. Bundan tashqari yana har 2 oyda bir beriladigan so'z paketlarimiz bor. Ro'zg'ori uchun go'sht, guruch mahsulotlari endi so'z paketlarni o'sha bir martalik beriladigan, bir martalik emas, har 2 oyda beriladigan shunaqa so'z paketlarimiz ham bor. Bundan tashqari transport xizmati ham yo'lga qo'yilgan, avtobuslar qo'yilgan. Demak, yo'nalishlarimiz bu yoq tomondan Oqqo'rg'on, Bo'ka, To'ytepa, Piskent tomonlardan 4 ta avtobus qo'yilgan. Parkent, Jumabozor, Yangi bozor, Yangi O'zbekiston hududlaridan olib keladi. Qibray Chirchiq tomonidan 2 ta avtobusimiz qo'yilgan. Shahardan keladigan yo'nalishimizda Keles Hasanboyga 1 ta avtobus qo'yilgan. Umumiy shu 12 ta avtobus, 12 xil yo'nalishda 12 ta avtobus qo'yilgan. Har kelinglar mana Krafer jamoamizga birgalikda ishlaymiz, birgalikda rivojlanamiz. Krafer zavodida sizga ish bor.